Bir zamonlar juda ham tez jahli chiqadigan bolakay bo'lgan ekan. Otasi unga bir idishda mix berib, har jahli chiqqanida bog'ning eshigiga bir dona mix qoqishni aytibdi. Bolakay birinchi kunning o'zidayoq 20 dona mix qoqibdi. Biroz vaqtdan keyin jahlini jilovlashni o'rganib va mixlar soni kamayishni boshlabdi va nihoyat mix qoqishni to'xtatibdi. Bu safar otasi har jahlini jilovlaganida bir mixni sug'urishni aytibdi. Bolakay hamma mixlarni sug'urib bo'lgach, otasi eshikni yoniga olib kelibdi va shunday debdi: "Qara, mixlarni chiqarding, ammo asoratlar qoldi. Jahl bilan aytgan gaplaring ham shunday asoratlar qoldiradi. Uzr so'rasang ham qoladi. Do'stlik e'tibor bilan saqlanadigan xazinadir." Bolakay shu kundan boshlab jahlini hamda so'zlarini jilovlashni o'rganibdi. Jahldor do'stlaringizga yuborib qo'ying.